Assalomu alaykum gruppamiz kanalimiz a'zolari. Bugungi kunimiz xayrli va barakatli bo'lsin. Andijon jahon bozori Optimgul bozorida boshlayapmiz. Mana kaktuslarimiz kelgan. 60 ming so'm kaktuslar. Ko'rasizlar. Keyin kameliyalar bor. Kameliyalarimiz mana ular 100 ming so'm. O'g'unchalar ko'p, ko'ryapsiz, gullari bor. Ular 160 ming so'm. 150 mingga beramiz. Bunda kattaroq variantda, endi bunolari o'g'unchalari ko'p, bo'yi ham baland. Ularning gullari ham bor. Bo'yi 1 metr oshib 1.30-1.40 kerak. Taxminiy aytyapmiz. Ular 230 ming so'm. Mana bular 160 ming so'mlilari. O'g'unchalari o'ta ko'p. Dastlabki xizmatimiz bor. Faqat vaqtimizga qarab kelishilgan holatda chiqarib beramiz. Cheklanmagan miqdorda bor. Sanoqli emas, bizda o'ta ko'p kameliyamiz. Keyin kameliyamizni ko'rsatib kelgan. Eng ko'p haligi. Hamma cho'ntagiga qarab. Bu yerga mana yangi keldi. Hali pardoz berishga ham ulg'arilmadi. Ko'chatlari mana 35 ming so'mdan bor. Ertaga bir qator yuvib chiroyli qilib qo'yamiz. Keyin bu yerga qo'yiladi. Bu hali tuvakka ekilmagan. Tomiri bormi deganlar uchun mana tomir. Ko'raverasizlar. Bugungi kun sanani aytib ketamiz. Hozir bugungi sana 28-aprel 2026-yil. Endi martda archalarimiz bor. Archalar o'ta go'zal. 150 ming so'm. Havoda tozalaydiki, havoga qo'ysanglar chiroyli bo'ladi. Bunga bitta chiroyli oq tuvak kam. Hamma yo'q go'zal o'ta. Baylab qo'yilgan. Esa bunaqa yayilib chiroyli turadigan archamiz. Drastinalar bor. Drastinamiz to'ttalik. Holat o'ta chiroyli, go'zal. Bular 95 ming so'm. Kalata yarim narxi 70 ming so'm. Yani ko'rishlar mumkin, to'ylar ham ko'p chiroyli 70 ming so'm. Aglanima 100 ming so'm bular. 3 talik Gusmaniya. 3 talik Gusmaniyamiz 120 ming so'm. Gusmaniya qop. O'ta go'zal, bunisi 75 ming so'm, sarig'i ham shunaqa. Aylanamiz. Endi Gusmaniya tugab qolmasin deganlarga korobka solib qo'yganmiz sizlarga. Kamera ko'rsatimizni aytdik. Lavr so'raganlarga ko'chlarimiz tayyor bo'lib qoldi. 10 ming so'm qo'yardik aksiya. Mana sekin qo'shni joyiga o'tamiz. Mana magoniz necha pul edi? Indisi kerak? G'unchalashni boshlabdi. 380 mingmi? 380. Mana barbarislarchi. Mo'si, boshqa ekanmi? Bunisi necha pul buni olish bor? 150. Mo'si. Unisi chekkasi. Uncha kasaga mos, menga bunisi yoqdi. Kimga qaysi turi yoqqan bo'lsa, kommentariyada yozinglar. Mana bu doimgidek 600 ming. Qolmadi boshqa. Voy, oxirgisini qaysi baxtli insonlar ekan, ko'ramiz. Mana Kalistimon 600 ming so'm. Ko'chatlari bor. Mana kattasi. Mana Gusmaniyalar. Bambuklarini sekin bozorda aylanamiz. Indiski siren dinamit sortlari. O'tgan safargi videoda fonga qo'yganmiz. Bardoviy gullarda. Million kilonizni ko'rsataylik. Mana kilon daraxt. Bo'yi 3 metr bo'lishi kerak bunimi? Ha, bundan balandlari ham bor aka. Jim tur aka. 1 million so'm deyapmiz mashina. 1 million. Qishda balki to'kadi lekin bu bilasizlar. Qishda balki to'kiladi. Balki to'kib bahordan kuzgacha mashina holatda qishda o'lmaydi, daraxtning o'zi qoladi. Mana shu yerdan bu yoqiga payvand qilingan. Ulanganda bu. Ulangan. Oy kichiklari necha pul? Ular 150 ming so'm. 150 ming so'mdan kichiklari. Bu 1 million so'm. Narx aytilib kelishiladigan joyi bor. Bunaqadan 10 ta bor. Nomer o'sha 94lik. 437 08 80. Necha pul olib ketdi bular? Qolmaydi. Sizlar charchasizlar. Rahmat. Turomedin olib qo'ygansiz bilamiz. Necha pul bu? Rosa charchabman, turaman. 2 soatdan keyin chiqadi. Necha pul endi bu? 11,5 ming berdim. Mochi. Bir xil. 12 ming. Mochi. 16 ming. Kattarog'i gitara. 40 ming. 40 ming so'm.
Mana qo'qitaydi bir. Mana glisinlarimiz ham bor. Sotuvda. Optimga ham 100 mingta, doniga ham 100 ming. Mana boplasizlar o. Bu fiksdan ish bo'lib ketdi. Kichkinalarmi? Ha? 10 ming. 10 ming so'm. Agar mix qilib qo'ysalar-da, ish qilsin. Uyatga kapga to'g'ri. Ochi benaqa. 12 ming so'm bugun beradi. Bugun 12 ming so'm. Qara rangini. Qanday gallan sortlari yo'q, buning ichida mahroviylar yo'q. Video yolg'ani chiqsangiz aka. Blog Qolmasizlar endi. Charchamayapsizlarmi? Rahmat. qimmat tushganda bor. Молодец. Молодец, pul beryapsiz. Galotkalar 15 ming. Ularchi? 16 ming, 15 ming. Bunachi bitki. 13 ming bo'pti. 13 ming. Qoralar 12 ming. 12 ming so'm. Korobkaga, donaga emas. Ko'rasizlar. Mana kattalari. 25 ming. Go'l baqib qo'ysiz-a? Geranizda-chi pul? Otajon aka. 12 ming so'm. Mana gulni ko'ryapsizlar. Ha. Rangini ham ko'rib olinglar. Bu nechi pul bu? Kataransiz. Toshkentniki. Nechi pul? 3 ming. Ha. Mochi. Zina. Ha? Mana ham 3 mingmi? 15 ming. Alip patara solardimi? O'lib tirik aytmoqchi. Masala. Uchi. 5 ming bu. 5 ming so'm ekan. To'xtang, mana shu yerda fon rasmini yopib qo'ying. Antirim ko'chatlarni nech pul ekan? 15 ga. 15 ming. Archachi? Barcha 18. 18. Korobkaga. Nech pul ekan bu hamidorya? 18. 18 ming so'm. Zo'r. Nima, amperi pet naqalasiz gerarlar? 20 dan. 20 ming so'm. Mana malinivisi bor ekan, gulni qaranglar. Omo, mahroviy ekan. Gullar chiroyli. 20 ming so'm. Korobkaga. Korobkasida 6 dona bor ekan, xolos. Mana pelargonachi? 11 ming so'm. Gerarlar 12 ming so'm. Bu hoya guli nechi pul? 20 ming so'm. Yaxshi, 20 ming so'mda. Bu oddiylarichi? Bu ham oddiy emas ekanligidan ekan. 20 ming so'm. O'zingizkimi? Charchamayapsizlarmi? Kimsizlar? Rayhonam bor ekan. Guardian'ın güldüğün stampı ekan. Boyu 1 metre aşağıda ekan. Egasi ko'rinmayapti. Arizos Kiparis. Ma Kiparis nechi pul ekan? 180. Bak Guardian'ın nechi pul hozir aka? Mana Guardian ya. 400 ming so'm. Hamma gullarni so'rash qiziqarli bo'lib qolar ekan. Mana kilom bor ekan. Tozim aka, bu kilongiz nechi pul? 180 ming. Ruskuslarchi? Ruskus. Haydi. Ko'ryapsizlarmi?
Dehqonda mana dehqoncha yozishdi qaranglar. O'qinglar. Zaytun bo'lmaydi o'zi. Haqiqiy dehqonda zaytun deb o'qiladi, lekin zaytun deb yozilar ekan. Nihoyatda qani bilib qo'yay. Bu kala nech pul ekan? 20 ming ekan. Yo'q, ochilishini qishda ham turadi, ochilaveradi. Mana bunisi ham ochilaveradi, u ham ochilaveradi. Qishda oladida bu degan. Yo'q, Usmoniyalar ochilaveradi. Men qolib ketdim. Mana nech pul malachay? 8 ming. Nech pul? 8 mingdan beryapti. 8 ming. Nech puldan beryapsizlar? Qaysini aka? Bular 45 dan ular. Yo'q, kechki bozor 35. Wagner palma. Bittan kameli bor ekan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Lekin juda sekin qashishni boshladi.